yilni oliy yuridik kuchga ega bo'lgan siyosiy huquqiy hujjat bo'lib, u 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan. Konstitutsiyamiz 6 bo'lim, 27 bob, 155 moddadan iborat. Ikkinchi modda davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. Beshinchi modda. O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlangan o'z davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir. Modda O'zbekiston xalqini millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. Ikkinchi modda. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meroslarini asrab-avaylashlari shart. Tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan mulohaza qilinadi.